2018-yildan beri shu YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, Odnoklassnik sahifamda, barcha ijtimoiy tarmoqlarda shu video qo'yib boraman azizlar. Shuni Alisa bilarmikan deb случайный poisk berib ko'rdim Alisadan azizlar. Полный данныйni aytib beryapti-da. Obunachi unchalik ko'p bo'lmasa ham azizlar, Xudoga shukr, shu obunachilarimga yetarlicha ma'lumot berib kelyapmiz. Undan tashqari foydamiz tekkan bo'lsa tekkan, ziyonimiz tegmagan, yolg'on yo'q. Xudoga shukr, bizning kanalda, auditoriyamizda kommentariyada ko'pchilik har xil fikr bildiryapti. Ular bizani kecha ko'rgan bo'ldilar. Ularni ham to'g'ri tushunaman. Hozir o'sha blogerlarga ham to'g'risi garantiya qolmadi. Bitta rost gapirsa, 10tasi yolg'on, lekin biz ham bitta narsani 100% aytmaymiz, chunki 100% aytsak bizani o'sha akkauntimiz blok bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasam videomiz o'chib ketishi mumkin. Biz sizlarga 70% ni aytib berishimiz mumkin-da, undan ziyodini emas, chunki undan ziyodini aytsak bizlarga jalba tushadi azizlar. Shuning uchun chista sizlarga chin yurakdan beradigan ma'lumotimizni ham oxirigacha ayta olmaymiz-da azizlar. Hozir qarang, men Alisaga poisk beryapman-da, o'zimni eshitamiz. Alisa, кто такой Бахридин Мураткулов? На основе доступных данных Бахридин Мураткулов – человек, ведущий публичную активность в соцсетях и на видеоплатформах ВКонтакте, YouTube. Вот что удалось найти. Основные сведения. Дата рождения – 18 марта 1992 года. Родной город – Сари-Асия, Узбекистан. Семейное положение – женат. Языки – русский. Профессиональная деятельность. Работал в сфере сантехники 2012-2026. Окончил школу номер 1 имени Наваи в Сари-Асии 1999-2010. Онлайн-активность. Публикует видео на темы, связанные с сантехникой и ремонтом, услугами такси, бытовыми вопросами и лайфхаками, местными новостями и ситуациями. Контент размещен на YouTube, каналы Бахридин Мураткулов, Бахридин ТВ и во ВКонтакте. Проводит прямые эфиры, отвечает на вопросы зрителей, затрагивает темы, актуальные для жителей Узбекистана. В Ч. Вопросы миграции, документов, жизни за рубежом. В видео использует узбекский и русский языки. Обратите внимание, информация основана на открытых данных из соцсетей и видеохостингов. Канал Бахридина Мураткулова на YouTube был создан 6 мая 2018 года. По данным на 7 марта 2026 года, у канала Бахридина Мураткулова Бахридин ТВ на YouTube 2330 подписчиков и 159 видео. К сожалению, в открытых источниках не удалось найти информацию о самом популярном видео на его канале. Для получения этих данных можно попробовать следующие способы. 1. Azizlar, Alisa ham polni aytib berdi. Yo'q, men bundan xursandman, juda ham xursandman azizlar. Xudoga shukr, ancha obunachilarim bilan ko'rishib gaplashganman, o'sha Peterda ham, Sherda ham. Aytmoqchi bo'lganim azizlar, shu bilgan narsamizni bo'lishamiz har doim. Qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. Bizning g'arazli niyatimiz bo'lmagan hech qachon hech qaysi bir podpischikamizga shu bizga to'g'rimizdan noto'g'ri informatsiyaga ega bo'lishlari mumkin yoki bo'lmasam yaxshi bilmaslikdan kommentariyada har xil fikr bildirib o'tishadi azizlar. Men undan xafa emasman, chunki ular meni tanimaydi, bilmaydi. Instagramda ham to'g'risi uncha ko'p foydalanmasdim, chunki Instagram bu yoshlarni profil hisoblanardi. Men uchun o'zim fikrim. Bizlarni esa yoshlarga unchalik keragimiz bo'lmagan. Bizlarga shu ishlaydigan professionalniy tomondan sizlarga video tayyorlab berayotganimiz bu yoshlarga qiziq emasdi-da azizlar. O'shanga kirib ko'rishlaringiz mumkin. YouTube kanalida ham, TikTok kanalimizda ham, platformamizda yoki bo'lmasam Odnoklassnikda ba'zi bir videolarimiz, YouTubedan o'chib ketgan, ba'zi bir videolarimiz Instagramdan o'chib ketgan, chunki hammasining o'zining avtorskisi bor, lekin Odnoklassnik sahifamizda hech qaysi bir video o'chmaganizda, bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. U yerda kerakli videolar qo'yilgan, undan tashqari gruppalarimiz bor. Bu gruppalarda o'z gruppaning nomi bilan video kontentlar qo'yib borilgan. Xudoga shukr, u yerda ham ancha-muncha obunachimiz bor. Mana shunaqa azizlar, YouTubedan ko'p videolarim o'chib ketgan azizlar. Sababi bu avtorskka kelib chiqqan, jalba kelib tushgan va hokazolar. Qaysi videolar основной shu dokument to'g'risida, ko'rsatgan dokumentlarimiz to'g'risida jalba tushgan. Jalba kim tomonidan tushganligi menga qorong'u azizlar. Jalba tashlandimi? Ko'pchilik bo'lib jalba tashlangan video bu o'chib ketadi. Keyin YouTube'da o'zining pravilasi ham bor. Bu pravilasi qachonki kerak bo'lsa, o'shandagina videoni o'chirib yuboryapti-da. Men bitta videoyim, Xudoga shukr, 80 mingtadan ziyod prosmotr ko'rgan. O'sha videoyim o'chib ketgan hozir. Sababi bu yerda Rossiyada pravo olish to'g'risida berilgan ma'lumot edi. Barcha hujjatlarni men batafsil ko'rsatib berganman. Shu oxiri YouTube'ga nimaga bu video o'chdi degan zaprosga javob kelganda, shu dokument masalasida chiqargan videoying dokumentlarni ko'rsatmasliging kerak edi. Demak, u yerga polni informatsiyalarni ko'rsatganman. Keyin shu 2021-yilmidi, 2022-yil bizga pasport kelgan. Surxondaryo viloyatida yashovchi bir o'zimizni zemlyakimizni pasporti
Murinada qolgandi, uni topib menga jo'natishdi. Surxondaryodan aka topib jo'natavering deb men uchastkovoyimiz orqali jo'natib yubordim adresiga. Chunki u yerda bitta pasport emas, pasport, prava, immigratsioniy, страховка, yana nimalardir bor edi azizlar. Bu videoni ham YouTube o'chirib yubordi, lekin bizning boshqa sahifalarimizda turibdi. Shunaqa azizlar, ehtiyot bo'linglar, hujjatlaringga yana yo'qotib netib qo'ymanglar. Oldin mana bu YouTube, Instagram, TikTok yo'q edi, faqat Odnoklassnik profildan foydalanilardi. Sababi hammada bor edi. Hozir Odnoklassnikdan ko'pchilik foydalanmayapti. TikTok ham hozir qanaydir orqaga qolib ketyapti. Bu ertaga hozir Instagram yaxshi ketyapti. Endi bilmayman nima sababdan. Endi hozir zamon talabi, qaysinda talab kuchli bo'lsa, misol kuchli chista toza video kontent hozir Instagramda bo'lyapti, tan olish kerak. TikTokda ham unaqa prosmotr bo'lmaydi, unaqa kачествоni TikTok ham bera olmaydi. YouTube ham xuddi shunday. YouTube beradi, lekin YouTubedan kamdan kam foydalanishyapti azizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.